jang o'zi burdigo, jang bir badbaxtlik, sherozlikni keltiradi. Bu Pokiston yangi siz bizni Afg'oniston ustiga zulm qilgan yo 40 yil yurgandan beri zulm qiladi. Hamma biz bir inoga alhamdulillah la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Hamma biz birodar. Bu birodarligimizda na Yahudi nasoro bizni qo'yadi, sizga na Pokiston qo'yadi. Bular hammasi biz nishondagi o'sha jonxo'r Amerikada uni bular g'ulomlik qiladi. O'sha jonxo'rda Amerikani gapini qilib, bechora mazlum buyur botir musulmon Afg'oniston ustiga tahammül qilib jangni ketiradi. Bu jang inshaalloh taolo millati dovora bedor bo'ldiki, Pokiston bunga vafodorlik qilmaydi va ko'mak qilmaydi. Bayvazi ko'mak insoniy va islomiga bizga bami beradi. Bu uchunki bir mamlakatga halaqa va go'shg'olomga naboyat e'tibor qilsak, naboyat e'timod qilsak, Afg'oniston alhamdulillah, summa alhamdulillah. Fe'lan oromish har yerga viloyatga ketamiz, urusvorlikka ketamiz. Fe'lan sartasar Afg'onistonga bizlar gashtni guzor qilamiz. Alhamdulillah bu oromish, salam, amniyat. Bor degan Xudovandan tilaymanki, Afg'onistonga shu amniyatni muyassar qilibdi. Bir ne'mat buzurg Xudovand bizlarga nasib qilsin. O Pokistonda Xudovand zohir botin o'zi jazosini bersin. Bizda da yara ko'ribdi, zaxm ko'ribdi, shahid 500 nafar shahid zaxm beribdi. O Afg'oniston bor bardigat va millatoy Afg'oniston hammalaringiz bismillah haqlaringizni millatlaringizni tavo qilmay, vayronaga tabdil qilmanglar. Kela alay Pokistonga qiyom qilib, uni nobud baroy abad ibrat ko'rsataylik.